Agar siz rus tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, lekin kurslarga pul sarflash uchun imkoningiz bo'lmasa, bu video aynan siz uchun. Ko'pchilik pullik kurslarga bormasam til o'rgana olmayman deb o'ylaydi. Aslida hozirgi davrda internetdan bepul rus tilini o'rganish uchun yetarlicha resurslar bor. Muammo resurs yo'qligida emas, ularni qanday ishlatishni bilmaslikda. Bugungi videoda men sizga rus tilini mutlaqo bepul o'rganish uchun 3 ta aniq qadamlarni ko'rsataman. Bu qadamlar shunchaki maslahat emas, bu real ishlaydigan, sinovdan o'tgan usullar. Agar siz bu 3 ta qadamni to'g'ri qo'llasangiz, hatto kurssiz ham rus tilini tushunib, asta-sekin razgovorga chiqa olasiz. Birinchi qadam, bu ko'pchilik e'tibor bermaydigan narsa, bu intizomlik ravishda o'rganish. O'zim ko'rganman, bepul darslarni boshlashadi, 3-4 kun bosib o'qishadi, lekin keyin tashlab qo'yishadi, chunki intizomlik yo'q. Lekin odam o'ziga o'zi bahona qiladi. Til o'rgana olmas ekanman, til o'rganish menga emas ekan deb tashlab qo'yishadi. Aslida muammo qobiliyatda emas, muntazamlikda. Til o'rganish ham xuddiki sportga o'xshaydi. Bir kun trenirovka bosib qildingiz, lekin keyin bir hafta tanaffus olsangiz, albatta natija bo'lmaydi. Tilda ham xuddi shunaqa. Muntazamlik ravishda har kuni shug'ullanishimiz kerak. Muntazamlikka nima kiradi desangiz, birinchisi bu kuniga o'rtacha 15-20 daqiqa yangi so'zlarni yodlash. So'zlarni iboralar bilan birgalikda yodlash. Ikkinchisi bu rus tilida 10 daqiqa video yoki o'zingizning sevimli shu podkast, intervyularingizni ko'rish. Va oxirgisi bu 5 daqiqa kuniga nimalar o'rganganingizni takrorlash. Mana shu bepul o'rganishning eng katta sirlaridan biri, ya'ni intizom. Demak, biza bir kun davomida 4-5 soat bosib o'qib, keyin bir hafta dam olish emas, balki biz bir kunda 1 soat, 1,5 soat vaqt ajratib, lekin intizomli ravishda har kuni buni davom ettirishimiz kerak. Ikkinchi qadam bu rus tilini faqatgina ko'rib yoki o'qib o'rganish emas, balki uni faol ishlatishni boshlash kerak. Balki hozir meni gaplarimda o'zingizni tanishni boshlaysiz. Juda ham ko'pchilik videolar ko'radi, juda har kuni ko'p video ko'radi. Hozir YouTube'da juda ham ko'p bepul video darsliklar bor, har xil kino, seriallar, nima desangiz bor. Lekin xato shundaki, faqatgina ko'rishda. Shunchaki ko'rish yetarli emas. Ko'rayotgan narsalaringizni, darslik ko'ryapsizmi, grammatika o'rganyapsizmi, albatta birinchi qiladigan ishimiz bu yozib olish. Har bir sizga yangi bo'lgan so'z, iborani yozib oling va kamida 5 marta uni ovoz chiqarib qaytarishimiz kerak. Va aytganimdek, intizomli ravishda har kuni buni takrorlab borish kerak. Va shunda siz buni davomiyligini uzaytirib va sifatli eslab qolishni boshlaysiz. Do'stlar, orada ozgina pauza olamiz. Agarda siz rus tilini mustaqil emas, aniq mentor bilan, aniq yo'l xaritasi bilan o'rganishni istasangiz, sizga ilm markazi kurslarini tavsiya beraman. Ilm markazida darslar faqatgina nazariya bilan cheklanmaydi. Siz birinchi darsdanoq rus tilida gapirishni boshlaysiz va darslar zamonaviy metodika orqali olib boriladi. Bizda 90 kunda natijaga chiqishingiz kafolatlanadi. Agarda natijaga chiqa olmasangiz, to'lovingiz 100% qaytariladi. Pastda havola bor, WhatsApp yoki Telegram raqamingizni qoldiring, sizga batafsil ma'lumotni operatorlarimiz berishadi. Rus tilini bepul o'rganish uchun oxirgi 3-qadam bu to'g'ri platformalardan foydalanish. Hozirgi kunda har xil platformalar, misol uchun YouTube'da juda ham ko'p video darsliklar, maslahatlar, ma'lumotlar bor. Bu zo'r, lekin ularni filtr qilishni bilishimiz kerak, chunki bekorga vaqtimizni ketkazib qo'yishimiz mumkin. Va kanallar bor, juda ham oddiy, sodda, tushunarli qilib tushuntirilgan kanallar ham bor va biz sizga eng shunaqa foydali 3 ta kanalni bir joyga yig'ib qo'ydik. Ularni olish uchun video tagida havola bor, shu orqali kanalimizga o'tib olishingiz mumkin. Bu platformalar orqali siz nafaqat til o'rganasiz, balki sekin-asta razgovorga chiqishni boshlaysiz va eng asosiysi bu resurslarni yig'ib olish emas, balki real hayotda ishlatishni boshlash. Xullas do'stlar, bugungi videoda siz bilan rus tilini bepul o'rganish uchun 3 ta asosiy qadamni ko'rib chiqdik va yana bir bor eslab o'tamiz. Birinchisi bu intizom bilan o'rganish. Har kuni oz-ozdan o'rganish, muhimi to'xtab qolmaslik. Ikkinchisi bu tilni faqatgina ko'rish yoki o'rganish orqali emas, balki uni kundalik hayotda ishlatishni boshlash. Va uchinchisi bu internetdagi bepul platformalardan, kanallardan to'g'ri foydalanish.
Ko'pchilik rus tilini o'rganish juda ham qiyin deb o'ylaydi. Aslida to'g'ri yo'lni tanlagan inson uchun bu jarayon ancha osonlashadi. Muhimi boshlash va davom ettirish. Agarda siz bugundan boshlab shu 3 ta qadamni amalda qo'llashni boshlasangiz, siz bir necha haftada o'zingizda o'zgarishni sezasiz. Gaplar tuza olasiz, so'zlarni tezroq tushunasiz va ruscha kontentlar avvalgidek begonadek tuyulmaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va rus tilini o'rganmoqchi bo'lgan do'stingizga ham bu videoni yuboring. Aynan shu video kimgadir rus tilini o'rganishi boshlash uchun sabab bo'lishi mumkin. Oldinda juda ham ko'p ma'lumotlar bor, shuning uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. E'tibor uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha paka-paka.